Iftorga qanday salat tayyorlasam ekan deb hali ham o'ylanib o'tiribsizmi? Bu nima bo'ldi ekan deb mehmonlarni lol qoldirmaymizmi? Qanunda tayyorlab ko'ramiz. Baqlajonlarimizni parrak-parrak qilib to'g'rab, tuzli suvga bo'ktirib qo'yamiz. Ketidan sirlarimizni qirg'ichdan chiqazib olamiz. Baqlajonlarimizni suvdan to'kib, listimizga terib olamiz. Ustidan sirlarimizni sepib, duxovka pechiga pishirishga yuboramiz. Baqlajonlarimiz pishgandan so'ng orqa tarafini o'girib olamiz. Ustidan tvorojniy sir suramiz, to'g'rab olgan pomidorlarni terib chiqamiz, ko'katlarni, tuzlarni sepib, rulet shaklida o'rab olamiz. Qarabsizki, noodatiy salat tayyor. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Videoim yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib qo'ying.